qondan tayyorlanadi. Odamlarning qonidan shularni quyganda yuqishi mumkin. Gepatit A ham emas, gepatit B ham emas. Ruschasiga gepatit ni A ni B deb atashgan. Gepatit C nogironlikka olib borishi mumkinmi? Demak, sirrozga taalluqli operativ jarrohlik amaliyotlari o'tkazilishi mumkin. Assalomu alaykum Saidaz aka. Va alaykum assalom. Kattakon rahmat sizga bizni taklifimiz yo'q demasdan savollarga javob berishga tayyor bo'lganingiz uchun. Xudo xolasa bu kuzatuvchilar uchun, umumiy xalq uchun juda ham foydali bo'ladi. Inshaalloh birinchi mavzuyimiz gepatit C ni tanlab oldik. Gepatit C bo'yicha bugun savol javob qilamiz xudo xolasa. Saidaz aka, gepatit C o'zi nima? Bu virusli kasallikmi yoki jigar kasalligining o'zimi? Gepatit C virus tomonidan keltirib chiqariladigan kasallik, jigarni zararlaydi. Asosan jigarni zararlaydigan kasallik hisoblanadi. Buni 1989-yilda Amerikalik olimlar tomonidan birinchi bor aniqlangan bu virus. Undan ham oldin bu virus bo'lgan, faqat 1989-yilga kelganda, demak, Amerikalik olimlar tomonidan bu aniqlangan. Undan oldin bunaqa sarg'ayish bilan kechadigan kasallikni asosan qon quyishdan keyin kuzatilgan bemorlarda gepatit A ham emas, gepatit B ham emas, ruschasiga gepatit ni A ni B deb atashgan. Chunki tekshiruvlarda A gepatit ham B gepatit ham chiqmaganligi uchun. Lekin o'sha sariqlik, ya'ni gepatit belgilari bo'lgani uchun doktorlar bilgan, vrachlar bilgan, yangicha qanaqadir virusligini, lekin qanaqa virusligini bilishmagan. 89-yilga kelib Amerikalik olimlar tomonidan bu yangi virus ekanligi topilgan va o'shandan boshlab shu virusni aniqlaydigan test sistemalar ishlab chiqilgan. Shundan keyin demak gepatit C viruslar aniqla boshlangan. Saidaz aka, virus tanaga qanday yo'l bilan tushadi? Gepatit C virusi parenteral yo'l bilan yuquvchi virus hisoblanadi. Shikastlangan teri orqali o'sha qonga tushadi. Nima bo'lishi mumkin bu? Teri butunligini buzilishi, masalan, jarrohlik amaliyotlarida yaxshi sterillanmagan uskunalarni ishlatish, operatsiya qiladigan har xil jarrohlik uskunalarni ishlatish, masalan, gepatit C bo'lgan odamga ishlatilgan anjomlarni yaxshi sterilizatsiya qilmasdan boshqa odamga ishlatsa, o'shanda yuqishi mumkin. Xuddi shunaqa stomatologik muolajalarda ham virus yuqishi mumkin. Undan tashqari qon quyish amaliyotlarida donor qonida, demak, gepatit C bo'lsa, boshqa odamga quyganda yuqishi mumkin. Qon, plazma, har xil qondan tayyorlanadigan har xil dorilar, misol uchun eritrositar massa bor, trombotsitar massa bor, qon ivishini yaxshilaydigan, qonni ko'paytiradigan dori vositalari bor, qondan tayyorlanadi. Odamlarning qonidan shularni quyganda yuqishi mumkin. Undan tashqari hozir endi bilmadim, bizada ham moda deydi, tatuirovka qilishi. Tatuirovka amaliyotida ham teri butunligi buziladi. O'shanda ham boshqa odamga ishlatilgan instrumentlarni boshqa yaxshi sterilizatsiya qilmasdan ishlatsa, demak, u odamda gepatit C bo'lsa, yuqishi mumkin. Va gepatit C kam holatlarda yuqishi mumkin onadan bolaga. Bu ham ehtimoli bor. Va oxirgisi bu jinsiy yo'l orqali ham gepatit C virusi yuqish ehtimoli bor. Mana shunaqa qilib odam gepatit C ni yuqtirishi mumkin. Havodan yuqmaydi. Inson gepatit C yuqtirganini qanday bilsa bo'ladi? Belgilari qanaqa bo'ladi? Xo'p, gepatit C birlamchi organizmga tushgandan keyin o'zi 80% holatlarda hech qanaqa belgilar bermaydi. Faqat 20% odamda belgi berishi mumkin. Bu holsizlik, ishtahani yo'qolishi, ko'ngil aynashi, sarg'ayish, axlatni oqarishi, siydikni to'qlashib ketishi rangini. Undan tashqari o'ng qovurg'a tagida, o'ng qovurg'a ravog'i sohasida
og'irlik hissi, og'riq bo'lishi mumkin. Mana shu demak, aynan gepatit C ligidan dalolat bermaydi. Bu o'sha gepatit, ya'ni jigarni zararlanishi borligidan dalolat beradigan belgilar. Aynan gepatit C ga xos bo'lgan, uni ajratib turuvchi belgi yo'q. Kasallikning belgisi yo'q. Xuddi boshqa gepatitlarga o'xshagan belgilar bilan kuzatiladi. Faqatgina qon tahlillaridagina biza aniq eta olamiz bu gepatit C ligini. Gepatit C har doim simptomlarsiz o'tadimi? Har doim simptomlarsiz o'tmaydi. Mana 100 ta kasalni olsak, shularni 80 tasida klinik belgilar bo'lmaydi, ya'ni hech qanaqa klinik belgilarsiz kechadi. Shuning uchun odamlar bilmaydi gepatit C bor, gepatit C bo'lganini, gepatit bo'lganini. 20% odamda 20 tasida demak klinik belgilar bo'lishi mumkin. Mana shu yuqorida aytgan klinik belgilar kuzatilishi mumkin. Mana shu klinik belgilarni keyin bilan murojaat qilsa, bemorlar biz tekshirganda shu virusni aniqlashimiz mumkin. Hozir tekshirganda aniqlanadi deyapsiz. Virusli gepatit C ga qanday analiz topshirish kerak va u qancha vaqtda aniqlanadi? Virus o'zi birinchi marta organizmga tushgandan keyin virusni har xil usullar bilan aniqlash mumkin. Odatda birlamchi hamma joyda gepatit C ga qarshi qonda paydo bo'ladigan oqsil tekshiriladi. Buni nomini antitela deymiz. Bu virusni o'zi hisoblanmaydi. Bu virusga qarshi qonda paydo bo'ladigan oqsil. U bizning immunitetimiz tomonidan paydo bo'ladi. Virusni o'zi emas. Lekin shu faqat gepatit C virusi tushganda shu oqsil paydo bo'ladi. Ana shuni aniqlaydigan testlar bor. Nimaga buni ishlatamiz? Chunki bu arzon. Ko'p miqdorda aholini tekshirishga qulay hisoblanadi. Javobi tez chiqadi. Shuning uchun ishlatamiz. Lekin bu testning kamchiligi, agar virus yaqinda yuqqan bo'lsa, qonda hali yetarli darajada aniqlaydigan darajada bo'lmaydi. 1 oygacha shunaqa bo'lishi mumkin. 1 oygacha shunaqa bo'lishi mumkin. Ana shu paytda demak biza shu birlamchi shu oqsilni aniqlaydigan test qilsak, bizada yolg'on manfiy natija olishimiz mumkin. Ish bermasligi mumkin. Virus bo'lsa ham biza yo'q virus deb beradi. Analiz qonda yo'q deb beradi. Shuning uchun asosan bu surunkali gepatitlarga tashxis qo'yishda qulay bo'ladi. 4 haftadan keyin qonda yetarli miqdorda paydo bo'ladi bu oqsil. Keyin testda musbat natija olishimiz mumkin. O'tkir davrida gepatit C ni aniqlash usuli bu polimeraza zanjirli reaksiyasi testi orqali aniqlaymiz. Bunda virusni o'zini RNKsi bo'ladi. Mana shu irsiyati deydi virusni. Ana shu irsiyatiga tegishli ma'lum bir bo'lagini aniqlab biza tashxis qo'yishimiz mumkin. Hatto mana 1 hafta ichida 1 hafta bo'lgan bo'lsa, virus tushganiga organizmga biz shu usulda aniqlashimiz mumkin virusni. Tushunarli. Gepatit C yuqtirgan odam boshqalarga xavf soladimi? Misol uchun u odam ham shu oramizda yashaydi. Qanaqadir xavf soladimi u odam? Aksariyat holatlarda xavf solmaydi, agar u odamning qoni boshqa odamga tegmasa. Bu oila davrasida bo'lsa, misol uchun shu bemorni gepatit C si bor odamni tish shotkasini ishlatmaslik kerak va ustarasi, britva deydi-ku, ustarasini ishlatmaslik kerak. Chunki u har bitta odamning o'ziniki hisoblanadi-da. O'ziniki hisoblangandan keyin faqat gepatit C emas, boshqa qon orqali yuquvchi kasalliklarni ham yuqtirib olish mumkin. Agar oilada bitta tish shotkasidan, ustaradan bir necha odam foydalansa, bu hozirgi vaqtda kulgili tuyulishi mumkin deb, arzimagan pul turadi bu narsa. Shunaqa odamlar ham bo'lishi mumkinmi dedi. Mumkin bunaqa bo'lishi, biz amaliyotda bo'lgani uchun men aytayapman. Bizga shunaqa bemorlar kelgan, bitta oilada hamma erkaklar bir xil kasal. Gepatit C kasali yoki gepatit B kasali yoki gepatit B delta kasal. So'rab surishtirsa, biz bitta ustaradan foydalanamiz deydi. Bu kulgili, lekin
shunaqa narsa bor. Xuddi bir amaliyotdan kelib chiqib sartaroshxonalarda bitta ustalardan foydalanishadi, shunga o'xshagan. Hop, mana o'zingiz ham aytyapsiz, demak sartaroshga chiqqanda ham albatta haligi qonashi mumkin bo'lgan anjomlarni ishlatganda, soqol oldirganda o'sha yengi haligi qiradigan masalan lezve ishlatish mumkin. Shularni yengisini ishlatish va kerak bo'lsa dezinfeksiya qilishni demak so'rash kerak, talab qilish kerak bo'ladi. Hozir bu savolga javob berib ketdingiz. Yana shunday bo'lsa ham o'qiyman, chunki bu bemorlardan kelgan savollar. Kasallik qon orqali yuqadi deyshadi. Qo'l berib ko'rsam ham yuqadimi deyishgan. Qo'l berib ko'rishsa, quchoqlasa, so'lak orqali o'pganda, misol uchun, idish tovoqlardan bitta idish tovoq bir ishlatsa, yuqmaydi bunaqa holatlarda. Undan bemalol xavotir olmaslik kerak. Shuning uchun faqat demak qon orqali asosan yuqadi va yuqorida yana aytdik, jinsiy yo'l orqali ham yuqishi mumkin. Ayol kishida bo'lsa erkak kishiga, erkak kishida bo'lsa ayol kishiga. To'g'ri, foizi nihoyatda past, jinsiy yo'l bilan yuqish ehtimoli, lekin baribir yo'q emas uni yuqish. Tushunarli. Rahmat. Virusli gepatit C bepushtlikka sabab bo'ladimi? Virusli gepatit C virusi o'zi bepushtlikka sabab bo'lmaydi. Lekin bu virus keltirib chiqargan asorat, ya'ni jigar sirrozi kelib chiqsa, jigar sirrozi natijasida har xil gormonal o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Mana shu gormonal o'zgarishlar farzand bo'lish ehtimolini pasaytirib yuborishi mumkin. Shu holatdagina demak bepushtlik bo'lishi mumkin. Yana ajoyib savol kelgan. Homilador ayolda gepatit C aniqlansa, bola xavf ostida qoladimi? Ona suti orqali bolaga virus o'tadimi? Bitta-ikkita savol berishgan. Rahmat savol uchun. Onada agar gepatit C virusi bo'lsa, bolaga xavf tug'dirishi mumkin, qachonki virusning soni ko'p bo'lsa. Agar 1 millilitr qonda 1 million xalqaro birlikdan virusning soni ko'p bo'lsa, bu miqdor ko'p hisoblanadi va tug'ruq vaqtida onadan bolaga virus yuqishi mumkin. Virus yuqishi mumkin. Buni foizi umumiy olib qaraganda 5-6% tashkil qiladi. Ya'ni bu unaqa ko'p hisoblanmaydi. Aksariyat onalarda homiladorlik vaqtida virusning soni ko'p bo'lmaydi. Bizga amaliyotga juda ko'p kelgan homilador ayollar tekshirganimizda virusning soni aksariyat holatlarda ko'p bo'lmaydi. Keyin ko'pincha akusher ginekologlarimiz kesircha kesish amaliyotini so'rashadi. Shu virus yuqmasligi uchun. Ilmiy izlanishlar, ilmiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, kesircha kesish amaliyoti virus yuqishini xavfini kamaytirmaydi. Balki oshirishi mumkinmi? Yo'q, oshirishi ham mumkin emas. U ahamiyati yo'q. Kesircha kesish amaliyoti faqat akusher ginekologik tomonidan ko'rsatma bo'lgandagina shu ayolga bajarilishi mumkin. O'zi tug'ruq masalasida qanaqadir muammo bo'lsa, bola kattaroqmi yoki noto'g'ri kelib qolgan masalan tug'ruq yo'llariga o'shandagina akusher ginekologik ko'rsatma bo'yicha virus sababli emas. Shu joyda bitta savol tug'ildi. Baxtga qarshi o'sha homilaga gepatit C yuqdi. 1 milliondan oshiq bo'lsa yuqishi mumkin deyapsiz. Ehtimoli bor. Ehtimoli bor. Yuqdi deylik. U bola qancha vaqt yashay oladi? Yashab ketishi mumkinmi? Gepatit C bilan bola tug'ilsa, u yashab ketish ehtimoli yuqori. Bundan xavotir olish kerak emas. Bolaning immuniteti ham gepatit C ga o'zi qarshi kurashadi. Aksariyat holatlarda 3 yoshgacha virus yo'q bo'lib ketadi bolada. Agar 3 yoshdan keyin ham virus qolsa bolada, unda hozirgi vaqtda zamonaviy dorilar bilan virusga qarshi davo o'tkazib, virusni yo'qotib yuborish mumkin. Zo'r. Ona suti bilan yuqadi berdingiz savol. Mana. Ona suti orqali virus bolaga o'tadimi degan savol ham bor. Ona suti orqali
virus bolaga o'tmaydi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti emizishga ruxsat beradi bemalol. Faqatgina bola 6 oymi bo'lganda tishlashi mumkin. Tish chiqqandan keyin ko'krakni tishlashi mumkin. Ana o'shanda ko'krakni agar tishlab, jarohat yetkazib, qonatsa, ana shunaqa holatlarda yuqish ehtimoli bo'ladi. Onada agar virus soni juda ko'p bo'lsa. Shuning uchun agar tishlasa, qonasa, anaqa qilish kerak. Yara bitishini, qonamasligini ta'minlash kerak. Keyin emizsa bo'ladi. Agar bola qonatmasa, bemalol emizaveradi. Tushunarli. Onani qachonki emizishdan chiqargandan keyin bolasini keyin virusga qarshi dori bilan davolashimiz mumkin. Ungacha davolab bo'lmaydi. Davolab bo'lmaydi. Yo'q, virusga qarshi dorilar homiladorlik davrida mumkin emas berish, chunki homilador ayollarda virusga qarshi dorilar sinalmagan. Ularning ta'siri homilaga qanaqa bo'ladi, uni biz aytib bera olmaymiz. Qo'limizda chunki unaqa ma'lumotlar yo'q. Chet elda ham unaqa ma'lumotlar yo'q. Shuning uchun tavsiya etilmaydi homiladorlik vaqtida, shu jumladan emizish davrida ham virusga qarshi davo o'tkazish tavsiya etilmaydi. Yana o'xshash savol keldi yuqorida aytilgandek. Gepatit C bilan yashash mumkinmi? Ya'ni umr qisqarishiga sabab bo'lmaydimi? Hamma bemorlarimiz shunaqa savol bilan murojaat qilishadi. Gepatit C aniqlab qolgandi. Bo'ldimi endi men bu virus bilan o'lamanmi, endi yashamaymanmi deb. Hozirgi vaqtda gepatit C agar erta aniqlangan bo'lsa, umuman muammo tug'dirmaydi. Zamonaviy virusga qarshi dorilar bor. Shu dorilarni 3 oy ichish mobaynida 99% holatlarda virusni yo'q qilib yuborish mumkin. Va u kelajakda chiqmaydi. Shuning uchun bunaqa noto'g'ri fikrlar bilan anaqa qilish kerak emasdi, oritish kerak emasdi. Doktorga murojaat qilib davolanish kerak. Zo'r. Bu kasallik o'z-o'zidan yo'qolib ketishi ham mumkinmi? Agar mana birlamchi virus yuqqan paytda virus yuqdi shu odamga, gepatit C yo'q edi, yuqdi. 15% dan 30% gacha virus o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketish ehtimoli bor. Buni spontanniy izlechение deydi ruschasiga. Ya'ni immunitet virusni yengadi. Va virusga qarshi qonda immunitet paydo bo'ladi, lekin bu immunitet gepatit C ni qayta yuqishdan himoya qilmasligi mumkin. Chunki gepatit C virusi juda o'zgaruvchan virus hisoblanadi. Hattoki gripp virusi, OIV ya'ni VICH virusiga ham nisbatan o'zgaruvchan hisoblanadi. Bitta odamning qonida milliondan ortiq virusning har xil shakllari bo'lishi mumkin, gepatit C virusini. Shuning uchun organizm uni qarshi yengishga qiynaladi immunitet. Immunitet unga qarshi qurol ishlab chiqadi-da, o'ldiraman desa, yangicha viruslar yana paydo bo'lib qolgan. Gepatit C virusi sal boshqacharoq ko'rinishda, o'zgartirilgan variantda. Yana boshqa qarshi anaqa ishlab chiqaradi qurol, immunitet, yana boshqacha viruslar. Bu jarayon surunkali davom etaveradi. Shuning uchun uni to'liq yenga olmaydi. Faqatgina mana shu virus birlamchi yuqqan paytda tuzalish kuzatiladi 15% dan 30% gacha bo'lgan bemorlarda. Bu ham genida maxsus o'zgarishi bor bemorlarda bu izlanishlar o'tkazilgan. Shunaqa gepatit C dan tuzalishga moyil bemorlar bor. Mana shu bemorlardagina kuzatiladi bu holat. Qolgan hamma bemorlarda birlamchi infeksiya surunkali shaklga o'tib ketadi. Tuzalmaydi, surunkali formaga o'tib ketadi. Surunkali formaga o'tgan holatlarda virusga qarshi dori bilan davolash kerak, albatta. Yana bir ajoyib savol kelgan. Men sog'lomman, lekin analizda virus aniqlangan. Nima qilishim kerak deyilgan. Analizda virus aniqlansa, demak u sog'lom emas, u odam sog'lom emas, kasal hisoblanadi.
hech qanaqa belgili bo'lmasligi mumkin, hech qanaqa shikoyat bo'lmasligi mumkin. Bu odamni sog'lomligidan dalolat bermaydi. Shuning uchun agar qonda gepatit C ni tasdiqlovchi analizlar ijobiy bo'lsa, bu odamni davolash kerak. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasi shunaqa. Virus aniqlandimi? Virusni sonidan tashqari bitta dona bo'ladimi, 1 millionta bo'ladimi? Virusga qarshi dori bilan davolab yo'q qilib yuborish kerak. Demak, jigarim og'rimayapti, davolanishim shartmi degan odamlar albatta davolanish kerak. Ha, gepatit C virusida shunaqa, tavsiya shunaqa bo'ladi. Ko'pchilik shunaqa so'rashadi-da. Mana bizga Instagramdan keladi savollar asosan. Jigarim og'rimayapti, davolanishim shartmi deyshadi. Gepatit C ga nisbatan bo'lsa, bu savol albatta davolanish kerak. Bezovta bo'lmagan taqdirda ham. Jigarni ishini ko'rsatuvchi analizlar, biokimyoviy tahlil deymiz, me'yorida bo'lsa ham virus aniqlangan taqdirda davolanish kerak. Gepatit C qachon jigar sterozi yoki rakiga aylanishi mumkin? O'tkir gepatit C, surunkali gepatit C ga o'tish kerak. Bu agar o'tkir qonda gepatit C 6 oydan ortiq aniqlansa, surunkali gepatit C deyiladi. Surunkali mana shu gepatit C 10 yildan 20 yilgacha, ba'zi holatlarda 30 yilgacha davolanmasa, hamma odamda har xilda. Bu odamda misol 10 yilda jigar sirroziga olib kelishi mumkin, nariga odamda 30 yilda jigar sirroziga olib kelishi mumkin. Ya menda hali 30 yil bo'lmadi-yu, hali yana yurib turay degan tushuncha u noto'g'ri. Uzoq muddatda bo'lar. Hammada har xil. Kimdirdadir 10 yilda, kimdirdadir 30 yilda jigar sirroziga olib keladi. Shu jumladan jigar rakiga ham olib kelishi mumkin. Shuni ham aytib o'tishim kerak, gepatit C virusi onkogen viruslar qatoriga kiradi. Ya'ni rak keltirib chiqaruvchi viruslar guruhiga kiradi. Rak qayerda keltirib chiqaradi? Jigarda keltirib chiqaradi. Shuning uchun bemorlarimiz gepatit C ga qarshi davolanayotganda rakka ham qarshi davolanayotgan bo'ladi. Ya'ni gepatit C dan kelib chiqadigan jigar rakini oldini olayotgan bo'ladi. Rahmat. Bu kasallikka davolanish qimmatmi? Dori vositalari O'zbekistonda ham mavjudmi? Gepatit C ga hozirgi vaqtda davolanish O'zbekiston sharoitida juda arzon. Prezidentimiz tomonidan 2022-yilda 243-prezident постановленияsi chiqqan, qarori chiqqan. Mana shu qarorga asosan O'zbekiston Respublikasida gepatit C ni davolash davlat tomonidan tekinga amalga oshiriladi. Ya'ni virusga qarshi dori tekinga beriladi. Demak, aniqlanganlik haqida kimgadir hujjat taqdim qilish kerakmi? O'sha viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonalari bor. Bu yoqqa borib tekshiruvdan o'tish kerak, talab etilgan analizlarni topshirish kerak. Agar shu viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasining zaxirasida dori bo'lsa, beriladi tekinga. Bo'lmasa-chi? Bo'lmasa, unda aytiladi, bu dori qachon bo'ladi? Ayrim holatlarda shunaqa uzilishlar bo'lishi mumkin. Bemorlarimiz kutib turishadi. Dori kelgan zahoti, demak, ularga tarqatiladi u dori, tekinga beriladi. Hamma tahlillar bo'lsa, ya'ni gepatit C ni tasdiqlovchi analizi qo'lida bo'lishi kerak va yana o'zini anaqasi bor, perichin deydi, nima analizlar bo'lishi kerak, shu analizlar hammasi bo'lishi kerak. Demak, hozir bizni kuzatayotgan insonlar orasida gepatit C virusi aniqlangan, lekin dori olishga mablag' topa olmayapti. Shu odamlar aynan shu yuqumli kasalliklar shifoxonasi, viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bo'ladi. Shu yoqqa murojaat qilish kerak. Bo'lmasa, respublika miqyosidagi yuqumli kasalliklar shifoxonalari bor. Shularga murojaat qilsa, zaxirada bo'lsa, ayni shu damda, demak, dorini ta'minlab berishadi. Bo'lmasa, unda aytishadi qachon bo'lishi mumkin. Kutish kerak bo'ladi va dori kelgan paytda olish mumkin bemalol. Muammo yo'q. Endi kimdir men dorini kutmayman, o'zim olmoqchiman desa, aptekalarda ham dori sotiladi, bemalol olish mumkin. Dori unaqa hozirgi
agar umumiy Pul qiymat muammoni olib qaraganda bu kasallik uchun unaqa qimmat hisoblanmaydi. Chunki bu dori birinchi marta chiqqanda 30 ta tabletkasi 30 ming dollardan oshiq turgan. Oh, oh. To'liq kurs, ya'ni 3 oylik kursi, o'shanda davolanish kursi 100 ming dollarlar atrofida bo'lgan. Birinchi chiqqanda. Bu dori qachon chiqqan? Gepatitisga? Bu hozir men aniq anaqasi esimda yo'q. 2013-2014-yillarga boradi. Aniq anaqasini ayta olmayman. Shu yillar orasida chiqqan bu dori. Hozirda qancha? Hozirda. Gepatit C'ni davolaydigan dori shu yilda chiqqan. O'sha birinchi chiqqan paytda shunaqa narx bo'lgan. O'zbekistonda bo'lmagan u paytda bu dori. Chunki O'zbekiston ishlab chiqarmagan bu dorini. Keyin yillar o'tishi bilan dorini boshqa kompaniyalar chiqara boshlagan va ko'paygandan keyin dori narxi tushgan. Hozirgi vaqtda 1 million, 1,5 million atrofida turadi. 1 oylik kursi. 1 oylik kurs. So'm. 100 baravarga tushganmi shunda? Endi hamma apteka har xil sotadi. O'rtacha shunaqa 1,5 million atrofida. Shu joyda savol tug'iladi. Gepatit C'ni 3 oyda davolash mumkin degan narsa eshitgandim. Shunda 3 oylik kursda davolash mumkinmi rostdan gepatit C'ni? Ha. Yevropa, Osiyo jigar assotsiatsiyalari bor. Ular shu gepatit C'ni davolash bo'yicha protokol ishlab chiqaradi. Mana shu protokolda eng qisqa davolash kursi 2 oy tashkil qiladi va undan yuqori bo'lishi mumkin. O'zbekiston sharoitida bizda ham o'zimizga moslashtirilgan davolash protokollari bor. Bizning protokollarda 3 oylik davolash kursi tavsiya qilinadi. Ya'ni shu 3 oy ichida dorini agar to'g'ri qabul qilsa bemor, esidan chiqarib qo'ymasdan har 24 soatda tabletkani ichsa, virusni yo'qolib ketish ehtimoli 90% dan oshiq. Zo'r. Davosi topilgan ekanmi? Ha, davosi topilgan. Yana savol kelganda, shuni aslida qanday dorilar ichiladi va ularni qanday nojo'ya ta'sirlari bo'ladi? Endi har xil dorilar bor. Endi uni nomini aytgan bilan ko'pchilik uni tushunmasligi mumkin, boshqa qilmasligi mumkin. Tavsiya etiladigan dorilar virusga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Ya'ni virusni ko'payish mexanizmiga ta'sir qilib, uni bloklaydi. Shuni natijasida virus ko'paya olmay qoladi va parchalanib ketadi. Ko'paya olmagandan keyin virus nobud bo'ladi. Bizani respublikamiz sharoitida safosbuvir daklotasvir kombinatsiyasi ishlatiladi. Safosbuvir velpatasvir kombinatsiyasi ishlatiladi yoki safosbuvir ledipasvir kombinatsiyasi ishlatiladi. Bularni buyurishda o'zini talablari bor. Chunki gepatit C virusini 7 xil genotipi borda. Ayrim holatlarda shu genotipini aniqlash muhim hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida demak, birinchi genotip 70% bemorlarda, uchinchi genotip 30% bemorlarda uchraydi. Hamma genotipga ta'sir qiladigan dori vositalari bor, kombinatsiyasi. Bitta, ikkita genotipga ta'sir qiladigan dori vositalari bor. Shuning uchun dorini o'z boshimchalik bilan ichish mumkin emas. Virusga qarshi dori bo'lgani uchun albatta doktorga murojaat qilish kerak. Kerak bo'lsa genotipi aniqlanadi, shunga qarab keyin dori vositasi buyuriladi. Nojo'ya ta'sirlariga kelsak, dorilarning nojo'ya ta'sirlari nihoyatda kam. 99% bemorlarimiz hech qanaqa nojo'ya ta'sirlarga shikoyat qilishmaydi dorini ichayotgan paytda. Holsizlik bo'lishi mumkin, ko'p uxlash bo'lishi mumkin, individual allergik reaksiyalar bo'lishi mumkin. O'sha dorini ko'tara olmaslik, ya'ni allergiya toshib ketishi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Ko'p uchraydigan nojo'ya ta'sirlardan. Bular ham unaqa hammada uchrayvermaydi. Zo'r. Saidaz aka, gepatit C dan davolangan odamda virus yana qo'zg'alishi mumkinmi?
Gepatit C'ni davolagandan keyin 3 oy kursini to'liq ichgandan keyin 3 oy o'tadi. PCR usulida virus tekshiriladi. Agar virus chiqmasa, buni biza turg'un virusologik javob deymiz. Ruschasiga устойчивый вирусологический ответ deymiz. Mana shu narsaga erishsak biza hayotini oxirigacha virus chiqmaydi. Agar qaytib yuqtirib olmasa. Chunki gepatit C virusini 7 xil genotipi bor. Birinchi genotip bo'lgan bo'lsa, uchinchi genotip yuqishi mumkin, ikkinchi genotip yuqishi mumkin, misol chet elda yuqishi mumkin, boshqa. Birinchi genotipi o'zi qayta yuqishi mumkin. Shuning uchun qaytarib yuqtirib olmasa, unda virus qaytib chiqmaydi. Lekin 3 oy davodan keyin 3 oy o'tib tekshirganimizda virus chiqib qolsa, unda turg'un virusologik javob, ya'ni устойчивый вирусологический ответ bo'lmadi hisoblanadi, virus qaytgan hisoblanadi. Bunaqa holatlar kam bo'ladi. O'rtacha demak 1% dan 10% gacha bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlar murakkab holat hisoblanadi. Yo dori ta'sir qilmagan, virus doriga chidamli bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bemor noto'g'ri ichgan bo'lishi mumkin dorini va boshqa sabablar. Dorini kuchini kamaytiradigan omillar bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz bemorlarga dori buyurayotganda har doim so'raymiz. Boshqa qanaqadir dorilar ichasizmi deb so'raymiz. Bu juda muhim. Nimagaki bemorda boshqa surunkali kasalliklar bo'lishi mumkin-ku. Davleniyasi bo'lishi mumkin, sahri bo'lishi mumkin, yurak ritmi buzilgan bo'lishi mumkin, buyragi kasal bo'lishi mumkin. Umrbod qanaqadir dori ichishga buyurilgan unga, to'g'rimi? Ana shu dorilarni biz bilib, keyin virusga qarshi dori buyurishimiz kerak. Chunki ayrim shunaqa dorilar bor. Masalan, yurakning ritmini boshqaradigan dorilar bor. Yurak noto'g'ri uradi, unga shunaqa dori buyurilgan, yurakni urishini to'g'rilash uchun. Agar biz o'sha dori ichayotganda bemor gepatit C ga qarshi dori bersak, yurak to'xtab qolishi mumkin. Shunaqa holat bo'lishi mumkin. Yoki bo'lishi mumkin boshqacha qanaqadir dori ichayotgan bo'lsa, gepatit C dorisini kuchini kesishi mumkin. Natijada bizga kerak bo'layotgan virusni o'ldiradigan anaqa bo'lmaydi, holat bo'lmaydi. Shuning uchun bemorga dori buyurishdan oldin so'rashimiz kerak, nima dorilar ichadi bemor va shunga qarab keyin davo buyurishimiz kerak bo'ladi. Rahmat. Qon topshirganda antitanalar bor deyishdi. Bu nimani anglatadi? Biz boshida aytdik, virus yuqqandan keyin unga qarshi qonda oqsil paydo bo'ladi. Shu virus borligini, shu virus organizmga tushganligidan dalolat beruvchi. Mana shuni oqsillar antitela deb aytayim. Antitela deyiladi shu oqsil. Antitela deyiladi. Bu antitela chiqqani virus bor degani emas hali. Biza chuqurlashtirilgan tekshiruv o'tkazamiz, PCR usulida tekshiramiz. Agar PCR usulida tekshirganimizda virus chiqsa, unda gepatit C bor bo'ladi. Agar virus chiqmasa, unda ikki xil holat bo'lishi mumkin. Bu odam gepatit C bo'lgan qachondir va tuzalib ketgan. Ya'ni o'sha 15-30% holatlarda gepatit C o'zidan tuzalib ketadi dedik-ku. O'shanda virus chiqmaydi, lekin antitela qonda bo'ladi, doim, umrbod qonda bo'ladi. Bu bemorlar gepatit C dan tuzalgan bemorlar deymiz va bularni kasal hisoblamaymiz. Tushunarli. Ularga kasal sifatida qarash kerak emas. Gepatit C dan tuzalgan odam sifatida qarash kerak. Ayrim bemorlarimiz virusga qarshi davo olgan bo'ladi. U bemorlarda ham faqat antitela chiqadi qonida, PCR usulida tekshirganda virus chiqmaydi. Bu odamlar gepatit C dan dori bilan tuzalgan odamlar hisoblanadi. Ular ham tuzalgan hisoblanadi. Shu joyda bitta savol tug'ildi. Gepatit C dan tuzalgan, tuzalganiga 1 yil bo'ldi. U odamdan qanaqadir qonidan boshqa birov qoniga tegdi. Kimni tegdi? Shunaqa holatda u odamdan yuqishi mumkinmi? Yo'q. Qonida virus yo'q, shuning uchun yuqmaydi. Lekin bu odamlarning qoni boshqa odamlarga quyishga tavsiya etilmaydi. Tushunarli. Bo'ldi. Qoni tegib ketsa, masalan,
yoki boshqa qanaqadir holat bo'lsa, qon bilan bog'liq qo'rqmaslik kerak, virus yuqmaydi. Virusga qarshi davodan keyin. Zo'r. Gepatit C bilan kasallangan bemor sport bilan shug'ullanishi mumkinmi? Agar jigarda sirroz bo'lib, dekompensatsiya bosqichi bo'lmasa, sirrozi va jigarda kuchli darajada yallig'lanish bo'lmasa, bemalol sport bilan shug'ullanishi mumkin. Bunga monelik yo'q. Jigarni zararlamaslik uchun qanday ovqatlanish kerak? Birinchi navbatda jigarni zararlamaslik uchun to'g'ri ovqatlanish kerak. Hozirgi vaqtda eng yaxshi ovqatlanish usuli bu O'rta Yer dengizi xalqlari ovqatlanish usuli hisoblanadi. Bu ilmiy asoslangan. Shunga asosan O'rta Yer dengizi parhezi, Srednezemnomorskaya dieta ishlab chiqilgan. Bu jigar kasalliklarini, ya'ni jigarni yog' bosish kasalligini oldini oladi, qandli diabetni oldini oladi, yurak qon tomiri kasalliklarini oldini oladigan parhez hisoblanadi. Bunda yetarli miqdorda oqsil, ko'p miqdorda kletchatka, ya'ni sabzavotlar, mevalar, don mahsulotlari bo'ladi va yetarli miqdorda uglevod bo'ladi, ya'ni ko'p emas. Bizani O'rta Osiyo xalqlarining ovqatlanish parhezi ko'pincha uglevod bilan bog'liq va oqsilga boy. Kletchatka, sabzavot, mevalar nihoyatda kam. Shuning uchun bizani xalqlarda ko'pincha oshqozon ichak kasalliklari, yo'g'on ichakni kasalliklari ko'proq uchraydi. Oshqozon ichak bilan bog'liq muammolar ko'proq uchraydi. Keling Saidaz aka, mana shu mavzuni keyingi videomizda yoritib beraylik. Zo'r mavzu. Men o'ylayman, juda ko'pchilikka yordam beradi. Chunki hozir semizlik bilan aziyat chekayotgan odamlar ko'p. To'g'ri ovqatlansa, menimcha veslari ham yo'qoladi. Albatta. Ortiqcha vazndan xalos bo'lishadi. Xudo xolasa, keyingi videomiz shu haqida qilaylik. Xudo xolasa. Xo'p, yana bitta savol bor. Jigarni bu virusdan, ya'ni gepatit C virusidan to'liq himoyalash mumkinmi? Afsuski, to'liq himoya faqatgina vaksina bilan amalga oshiriladi. Boshqacha usuli yo'q. Gepatit C da vaksinatsiya ishlab chiqilmagan. Olimlarning aytishi bo'yicha buni imkoni ham yo'q. Virus o'zgaruvchan, ko'p mutatsiyaga uchrashi ehtimoli bo'lgani uchun vaksinaning imkoni yo'q. Shuning uchun uni to'liq himoya qilib bo'lmaydi gepatit C dan. Faqatgina mana shu jarrohlik amaliyotlari, qon quyish amaliyotlari, stomatologik muolajalarda demak ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi va agar gepatit C yuqtirib olgan bo'lsa, uni cho'zmasdan davolanish kerak. Gepatit C ga qarshi dorilarni ichib. Saidaz aka, alkogol ichimliklar virusni kuchaytiradimi? Alkogol ichimliklari, spirtli ichimliklar virusni kuchaytirmaydi, lekin ular spirtli ichimliklar o'zi jigarga toksik ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun gepatit C bor odamlar alkogolli ichimliklar ichmaslik kerak, jigarni battar zararlamasligi uchun. O'zi umumiy virusli gepatitlarda yoki o'zi umumiy ichish, umuman hech qanaqa virus bo'lmagan taqdirda ham spirtli ichimlik ichish jigarni zararlaydi. Uni surunkali ichish jigarni alkogolli steatogepatitiga olib keladi. Bu ham xuddi boshqa virusli gepatitlar singari jigarni oxir oqibat jigar sirroziga olib kelishi mumkin. Ali xo'ja. Gepatit C nogironlikkacha olib borishi mumkinmi? Gepatit C nogironlikkacha olib kelmaydi, lekin uni asorati sirroz kelib chiqqanda, demak, sirrozga taalluqli operativ jarrohlik amaliyotlari o'tkazilishi mumkin, jigar ko'chirib o'tkazilishi mumkin. Mana shu holatlarda nogironlik kelib chiqishi mumkin. Shunday. Asorat sifatida. Hozir gepatit C bilan kasallanganlar O'zbekistonda ham ko'pmi? Menda O'zbekiston bo'yicha aniq ma'lumotlar yo'q, lekin butun yer yuzida Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining 2023-yilgi ma'lumotiga ko'ra 58 million
odam gepatit C virusini tashuvchisi hisoblanadi. Va bu ko'rsatkichga har yili 1,5 millionta odam qo'shiladi. Yangi gepatit C yuqtirib olganlarning soni har yili 1,5 millionga ko'payadi. Shunaqa ma'lumot aytishim mumkin. Saidaz aka, o'zi siz infeksion kasalliklar bo'yicha shug'ullanasiz hamda gastroenterologiya bo'yicha ham shug'ullanasiz. Mani o'zi asosiy yo'nalishim yuqumli kasalliklar, asosan virusli gepatitlar, jigar kasalliklari. Hozirda lekin gastroenterologiya bo'yicha tor doirada mutaxassislikka o'qiganman. O'zini o'qishi bor, kursi bor. Hozirda gastroenterologiya, gepatologiya, jigar kasalliklarini yuqumli jigar kasalliklari bilan demak shu sohada amaliyot olib boryapman. Xudo xolasa Saidaz aka, shunaqa mavzularni, ya'ni gepatologiya, gastroenterologiya bo'yicha videolarni chiqarib tursak, menimcha xalqimizga juda ham katta foyda beradi inshaalloh. Keyingi mavzuyimiz nima haqida bo'ladi? Keling, shu o'zi aytdingiz-ku, to'g'ri ovqatlanish haqida dedingiz. Shu mavzuni ozgina yoritib bersak. Yana agar bizani kuzatuvchilar bizga qanaqa mavzu haqida gapirishimizni agar aytsa, bu ham bizga maqsadga muvofiq bo'ladi. Qaysi mavzu ko'p ovoz olsa, demak shu mavzuni tayyorlab, shu haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Saidaz aka, sizga kattakon rahmat. Xudo xolasa kuzatuvchilarimizga juda ham foydali bo'ldi degan umiddamiz. Inshaalloh bundan da foydali videolar hali oldinda biz endi boshladik. Gepatologiya, gastroenterologiya bo'yicha bemalol savolinglarni virusli gepatit C, B hamda delta viruslari haqida bemalol savollaringizni yozib qoldirishinglar mumkin. Saidaz akam ko'p holatlarda vaqtlari bo'lmaydi. Shuning uchun men sizlarning savolinglarni o'qib, yig'ib, hammasiga javob berishga harakat qilaman. Salomat bo'linglar. Hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar, bu kanalni yo'qotib qo'ymanglar. Sizlar va yaqinlaringiz uchun foydali bo'ladi. Xayr, salomat bo'linglar.